Halloween o'zi nima? Bu savol hammamizni qiziqtirgan. Halloween har yili 31-oktyabr kuni asosan Amerika, Kanada va Yevropa davlatlarida nishonlanadigan bayram. Bu bayramning ildizi qadimgi keltlar, ya'ni Irlandiya va Shotlandiya xalqlarining qadimgi urf-odatlariga borib taqaladi. Halloween dastlab Samhain deb atalgan va yoz faslining tugashi, qish faslining boshlanishi munosabati bilan uyushtirilgan. Bayramning eng mashhur an'analari: birinchisi, Jack O'Lantern deb atalgan chiroqlar yasashadi. Bolalar uyma-uy yurib, trick or treat deb shirinlik yig'ishadi. Uchinchisi, uylar va ko'chalarni har xil qo'rqinchli narsalar bilan bezatishadi. Siz hozir Halloween haqida qisqacha ma'lumotni bilib oldingiz. Xayr, salomat bo'ling va bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.